2025-yil 14-noyabr sanasida kinish karchalarimiz xudo xolisa 3 yasharlik ko'chatlari tayyor bo'ldi. Oralari o'ta zich, yashil holatda. Ozgina bunga sovuq ta'sir qilib qolsa, qizarish ehtimoli bo'ladi atroflarida, mana bunga o'xshagan. Lekin bahorda yana yam-yashil tusga kirib oladi chiroyli bo'lib. Bu tuya yoki tuya vostochniy bilan orasida ancha farqi bo'ladi. Bunga solishtirib bo'lmaydi buni. Bu boshqa narsa, ana varoqqa o'xshaydi orasi. Katta ob'yomda so'raganlar uchun katta ob'yomda bor. Oralaridan ko'chirib sotilyapti buni. 3000 ta atrofida bor. Bo'ylari 40 sm-dan 1 metr 1.20 gacha bor. Mana shu holatda chiroyli zich bo'lib o'sganlari bor. Kimga nechta kerak bo'lsa bemalol zakaz qilaverasizlar. Nomerlarimiz bor. Chiroyli holatda yetkazib beramiz, xudo xolasa.